aka общийga qanaqadir gapirishim mumkin, lekin yana bitta narsani bilib qo'ying, общийda aybi bor odam gapirib chiqadi-da, bitta gapni gapirsa, ashu ish o'ziga to'g'ri kelganligi uchun gapirib chiqadi. Yo'q, aka, ko'pchilik qo'rqqandan gapira olmaydi desangiz, hozir O'zbekistonda odam odamdan qo'rqmaydi-da. O'zbekistonda bilasiz-ku, yoshi kattadan kichik farqi yo'q bir-biriga. Uji birov-birovda qo'rqadigan joyi qolmagan. Shuning uchun meni kattaligim uchun, yo uni kichkinaligi uchun gapiryapti emas. Sizni gaplaringizni menga jo'natyapti, aka, bu Humoyun mana qilyapti, o'zidan ukayapti. Menga bir ikki endi nechtasi bo'lsa ham, bu menga aytib gapirgan yo'q. Agar menga temayapti, aka, o'sha chap turgan o'zi kelsin-chi bitta mana sani, mana siz bilan meni o'rtamda adovat qo'zg'atgan odam kim bo'ladi, aka? Adovat kim bo'ladi? Hozir siz bu rasmlaringizni meni gaplarimga qo'yib turgan kimlar? Ya, mas blogerlarda aytmayapman. Soni gapov bo'ladi. Hozir mana gapirishding, Hamzat Chimayev YouTube yurganda biladi. To'g'ri. Kecha bo'yini solishtiring. Birinchi raundda Hamzat bosiluvdi, Arena Hamzatni baqiryapti. Ikkinchi raund tagiga tushmasa, Stricklandni baqiryapti. Ya, dalbo'yoq bular. Shuning uchun menga oshiqcha qarang. Menga uka oshiqcha gapirmayman. Men birovga oshiqcha gapirsam, ash odam oshiqcha gapirib qaytarsa, unda to'g'ri keladi. Birovga oshiqcha gapirmayapman, men egasini tutib, shuning uchun hozir aytayapman. Menga hozir gapirganingiz yo'q. O'zim bundan keyin ham dalshiyam. Men ham hali bitta odamni Humoyunda duxi yetsa, shunga chiqib urishsin. Duxi yetmasa, bular duxi yetmaydi deb hali bitta odamga otini aytganim yo'q. Duxim bo'lmaganda bunaqa o'zimni telefonlarni pakalini ham ichida bunaqa yurmasdim. Hech qayerda men zadni yoqib yo biron joyda aqaga ketib borib bunaqa narsa bo'lmagan. Menga duxib tursa gapirmang uka, o'zim o'zingiz yaxshi bilasiz-ku, aka. Men ham yaxshi bilaman. Ha, yaxshi bilasiz, yaxshi bilaman. Endi bitta gapirdingiz, men gapiray aka, qarab turing. Mana primoy efirga umrim davomida ulanmaganmiz, bir-birimizga mana endi ulanibmiz. Men shu odamlarda sizga aytayapman-ki, men dadam, onam menga shunaqa tarbiya bergan. Men o'zimdan ko'pdan hurmat qilaman. Aka, qachonki u meni yoshda izzat qilsa, behurmatlik qilsa, yo boshqa narsa qilsa, men hech qayerda jim turmaganman. Sizga hech qachon meni ichimda, mana Iminda Nur Sultonning orqasida mana shu yerda shunaqa gapiribsan.